Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi 2-mintaqaviy hudud yo'l-patrul xizmati inspektori Sapoyev Bekzod Iskandarovich bo'laman. Hozirda To'rtko'l tumani hududida ish olib boraman. Ichki ishlar idoralari organlarida xizmat qilib kelayotganimga 11 yil bo'ldi. Men ichki ishlar idoralari organlarida 2015-yildan buyon xizmat qilib kelaman. 2015-yil Ichki ishlar vazirligi huzuridagi qo'riqlash bo'limida xizmat faoliyatimni olib borganman. Hozirgi kunda Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi xodimiman. Ushbu kasbni tanlashimga asosiy sabab bo'lgan otam. Ya'ni otam ham ichki ishlar idoralari organlari safida xizmat qilib, mayor unvoni bilan hozirda nafaqada. Oila a'zolarimga to'xtaladigan bo'lsak, ota-onam va ayolim va 3 ta farzandim bilan birga turamiz. 2 ta o'g'il, 1 ta qiz. Ishga chiqish vaqtimiz soat 6:30-7 larda o'z xizmat faoliyatimizni olib boramiz. Bir vaqtlar ertalab soat 4:30 larda, soat 5 da xizmatga chiqib ketishimiz mumkin. Birinchi navbatda ertalab yo'riqnomaga qatnashamiz va yo'riqnomada bizga berilgan topshirmalarni qabul qilib olib, eng avvalambor maktablarga borib, maktablarning oldida o'quvchilarni, ya'ni piyodalar o'tish yo'lakchalaridan xavfsizligini ta'minlaymiz. Bundan maqsadimiz bolalar ishtirokidagi avtoavariyalarni oldini olish. O'quvchilarni xavfsizligini ta'minlab bo'lgandan keyin maktab ichkarisiga kirib, maktab ichkarisida yo'l harakati xonalari tashkil qilingan. O'sha yerda 20 daqiqalik yo'l harakati qoidalari bo'yicha darslik o'tamiz. Maktabdagi xizmat faoliyatimizni o'tab bo'lgandan keyin o'zimizga biriktirilgan hudud, ya'ni dislokatsiya bo'yicha o'z xizmat faoliyatimizni olib boramiz. Xizmat faoliyatimizda asosiy vazifamiz yo'llarda yo'l transport hodisalarini oldini olish. Misol qilib oladigan bo'lsak, yaqinda hududimizda kuchli qor yog'ishi munosabati bilan ertalab soat 4:30 larda ishga chiqib ketib, kechqurun soat 1-2 larda ham kirib kelgan vaqtlarimiz bo'lgan. Har qanday ob-havo sharoiti, har qanday noqulay vaziyatlarda ham xalqqa xizmat qilish, ya'ni vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish oliy burchimiz deb bilamiz. Asosan bizning vazifamiz ko'chada haydovchilarga bayonnoma rasmiylashtirishdan iborat emas. Ya'ni yo'l transport hodisasini olib, piyodalar o'tish yo'lakchalarida piyodalarga yordam berish va yo'llarda to'xtab buzilib qolgan avtotransport vositalarini haydovchilarga borib, avtotransport vositasini yaqinroq ustaxonalarga olib borishda yordamlashish va yo'llarda yo'l transport hodisalarini oldini olish. Xizmat faoliyatimiz davomida bo'lib o'tadigan voqealardan aytadigan bo'lsak, misol qilib olsak, To'rtko'l tumani Miskin yo'l patrul xizmat maskanida sherigim bilan xizmat olib boryapmiz. Xizmat faoliyatimiz davomida Toshkent Nukus yo'nalishida harakatlanib kelayotgan avtobus, ya'ni ichi to'la bo'lgan avtobusni orqa tomonidan tutun chiqib kelganligi uchun to'xtatdik. Bundan umuman haydovchining xabari ham bo'lmagan. O'sha payti avtobus уже alanga olib yonib boshlagan ekan. Darhol avtobusni to'xtatib, avtobus ichidagi yo'lovchilarni avtobusdan tushirib, xavfsizroq joyga o'tkazib, haydovchiga yong'inni o'chirishda yordam berdik. O'sha yerda eshitgan, bu fuqarodan eshitgan rahmatimiz, bu rahmatni eshitganimizdan men o'z kasbimdan shunday faxrlanib, g'ururlanib ketdimki, bu kasbni tanlaganimda adashmaganimga yana bir bor amin bo'ldim. Asosan ishdan kelgan paytimda uyda hamma uxlab yotgan bo'ladi. Bolalarimni ham kun mobaynida misol uchun 12 soatlab, 14 soatlab ko'rmayman. Asosiysi oilam, mahallam, yurtimiz tinchligi bu bizning yutug'imiz deb o'ylayman. O'z kasbimdan faxrlanaman. Faxrlanganim ota kasbi halol deganlardek, otamning yo'lidan, ya'ni otamning izidan borayotganimdan faxrlanaman, ham g'ururlanaman. Ishda qiynalgan paytlarimiz ham bo'ladi. Qiynalgan paytlarimiz shunday bir ichingda bir kuchli turtki, his, hayajon bo'ladi. Tashab ketgudek ham bo'ladi, lekin asosiy burchimiz vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish bo'lganligi uchun ushbu yo'lni tanlaganmiz. Men tanlagan yo'limda adashmaganman deb o'ylayman.